Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, YouTube ishqibozlari, motoblog ishqibozlari. Mana hozir hurmatli obunachilarimiz, motoblogi borlar, salarkani filtrlash jarayoni. Sababi u hammada bo'ladi, bu sizlarga aql o'rgatmas, o'zinglar uchun qilib qo'yinglar. Mana plastmassa idishlarda olasiz. Ana salarka, işte moy salarka, xullas. Bu benzin. Mana salarkani bilasizlar, o'zidan o'zi musor chiqaraveradi. O'zidan musor chiqarmaydi, mana shu idishdagi kirlari chiqaradi, o'yadi, ishqori kuchli. Mana bu yerdan ham ko'rsanglar bo'ladi. Mana shuni ichidan chiqdi. Olganimda tozaydi. Hozir filtrlash jarayoni. Mana bu yoqqa bitta qilib qo'ydim. Bundan bunga qo'ydim. Hozir bu baklashkadan bunga qo'yaman. Bundan bunga qo'yib, mana shuna qilib, mana kaprondan filtr qilib olganman, hurmatli obunachilar. Eng zo'r filtr mana shu, menimcha. Oddiy, sodda, arzon. Ayollari kapron, chulki. Maytanali plastmassa zajim bilan qisasizlar, mana ko'rinayotgan bo'lsa, baklashga musor to'lsa, mana bu benzin bilan maytini yuvib yuborasizlar. Ili kompressor bo'lsa, menda kompressorim bor, kompressorda urib yuborasizlar. Mana filtrlanyapti hozir. Juda mana rasvo bo'lib ketgan. Endi bu salarkani bir xillar aytishi mumkin, tok borsa bo'lmaydimi deb. Endi ozgina tok boraverib hisoblasangiz, hazilak ham ketib qolmaydi yerga. Agar to'kmagan taqdirda biror nimaga o't qichqib ishlataman desangiz, bu o'lgir birdaniga yonmaydi, bilasizlar. Undan ko'ra filtrlash kerak. Bunaqa oq salarka, ko'k salarka, toza salarka kelib qolganda shunga qo'shib olib, aralashtirib 2-3 marta filtrlasangiz toza bo'ladi bu ham. Qanday hatto 2-3 so'tlik yer haydasa, o'sha 300-400 gram salarka menimcha 200-300 ming pul olib keladi. Bu sizlarga ona qilishmas. Qanday foyda demoqchiman. Mana bu yerda moylar turibdi. Bitta hozircha 2 ta marta blogim. Qolgan 3tasi ona moylari almashgan. Startda xudo xolasa hozir 1 soatlardan keyin ketamiz. Mana o'zimiz uyda ekib bo'ldik. Kartoshkani xudo xolasa bu yog'i tirikchilikka faqat. Xudoga shukr, zo'r hammasi. Mana pulik bu 11:00 oldida pichog'i bor, salarga surtib qo'yganman. Zaynab ketmaslik uchun. Pulig ham zo'r. 11:00 bir sotuvga qo'ydim, ko'rgan bo'lsanglar, Jamol ustani gruppasiga. Klient chiqdi, sal pasaytdi. Endi xudo xolasa o'zimizga ish qilib, o'sha payt pul zaril edi. Endi ish beradi xudo xolasa. Greder pulik tortadi xudo xolasa bu. O'zimiz o'sha 192 damom yotibdi. Ertaga buni ishlatamiz xudo xolasa. Bu benzin. Benzinni ham xuddi mana shuna qilib filtrlayman. Salarka. Bu yashil salarka edi. Hozir yashil salarkaga men aralashtirdim ochig'i. Sariq, qizil salarka bu kompot bo'ldi. Yana 10 ta bor. Buni ham qilib qo'yishim kerak. Bulardagi moy, korobka moy, motor moyi, mana 20 litr olib qo'yaman motoblokka. Hammasi bir xil ketadi. Bitta benzinlimga ona ko'k puls turibdi, o'shandan qo'yaman. 20 ga 50. Atak 4 ta dizelimga shundan qo'yaman. Bular uncha dalik va quyib turish uchun olib qo'yganman. Mana воздушный filtrga universal. Xullas shunaqa. Ko'ringlar, mazza qilinglar. Obuna bo'linglar, like bosinglar. Kommentariy yozinglar. Biror nima kerak bo'lsa so'ranglar qo'ldan kelgancha. Kanalimda nomerim bor. Bilmagan joyimizni o'rgatinglar, o'rganaylik biz ham. Fikr almashaylik xudo xolasa. Hammaga omad, charchamanglar. Motoblogga qiziqqanlar ko'ringlar. Omad hammaga.